Oshxonamda ishlab yurib, direktorlik lavozimiga chiqdim. 100 million oshib. Bu degani direktorlikka chiqish juda ham oson. Joy, ofis kerak emas. Agar harakatda bo'lsa, men yoshman, men uzoqdaman, men qariman degan narsa umuman bu bahona aslida. Bugun seminarimizga turli xil viloyatlarimizdan direktorlarimiz keldi. Nettinchi direktor, byuro direktorsiz. Yoshlarimizni teng ikkalamiz keldi. Bizlar har gal safarlarda birga bo'lamiz. Siz qanaqa direktorga chiqdingiz? Mana uyda o'tirgan holatda chiqdim deganmizda. Menga bir uchrashuvda aytdilarki, men oshxonada o'tirib direktor bo'lib bilmayman deganlar. Haqiqatda shunaqa. uyda o'tirib, oddiy ofisir bo'lmagan. Uyda o'tirgan holda bolalarimni, oilamni ro'zg'or ishlari bilan bo'lgan. Oshxonamda ishlab yurib, shu bo'ynimga telefonimni osib yurib ishlab, mana direktorlik lavozimiga chiqdim. 1,5 yilda alhamdulillah, men er sog'ligimda juda ham xursandman. 100 million oshib. 50 milliondan boshlab 300-400 milliongacha oladigan direktorlarimiz bor. Nasib qilsa bu yana ham ko'tarilish jarayonida. Chunki Ersak kompaniyasi hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham rivojlanmoqda va bir marta mahsulotni ishlatib ko'rgan insonlarimiz